Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi Abdulla Talib 12-bob Sirliq ko'langa 1. Lutfulla Uchturpan safarini oyoqlashtirib Oqsuga qaytib kelgandan keyin u yangi ijodiy amgikini boshlagan edi. U har kuni tun yarimigachilik qadilib o'ltirib yozatdi. Tahrir bo'limining uduridagi ishchilarning uylari qatoridagi uning hujrasida kechicha panar o'chmaydi. Tar hujraning o'ttirisiga qo'yilgan shiraning usti yeziq qog'oz originallari bilan to'lib ketgan edi. Avat, Uchturpan va boshqa joylardan to'plab kelgan klassik qo'lyozmalar, klassik asarlar uning yog'och karvatining ostidagi yashik sandiqlar ichiga sig'may qolgan edi. Bugun shanba. U yangilar ishdan tushib hujrasiga kirganida, yanala shira ustidagi originallar dovisiga ko'zi tushdida, o'ylanib turib ketib, "Hey, vaqt ajab tez ketyapsan, biroq menga ozliq qilyapsan-da", dedi. Shiraning bir burjigida ma'rifchi Abdulla Rozi yezib chiqib, ya Lutfullaning tahrirligiga avatgan Uyg'ur adabiyoti darsligi yana bir burjigida shoir o'zi operalashtirgan Leyli Mecnun ve Ferhat Şirin kitapları yığılık edi. Şiraning o'ttirisida bo'lsa yeziliyotgan Davanlar aşqanda romanının 5-chi bobi ham yezilmoqchi bo'lgan Jigdek tragediyasining drama plani turadi. Lutfulla qaynoq suv quyilgan istakanni qo'lida tutgan peti Shirani cho'rdab yurib, tafakkur qilayotganda eshik urildi. U chaqqon berib eshikni ochdida, "Kelinglar" deb mehmonlarni qizg'in qarshi edib. Mehmonlar ichidan u ustozi Mavlanjanni ko'rib, uning bilan quchoqlashib samimiy ko'rishib ketdi. Bilal Azizi, Munirdin Xo'ja, Yusufjan To'xti, Abdulla Ro'zilar Urumchidan yurtiga qaytib kelgan Mavlanjanni boshlab Lutfullaning hujrasiga kirib kelishgan edi. Lutfulla darhol shira ustidagi original dovlarni yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Bilal Azizi chaqqan kelib, "Yig'ishtirma, biz mushu go'har boyliqdan bahramon bo'laylik deb keldik", deb Lutfullaning qo'lini tutib oldi. Lutfulla originallardan qo'lini tortdi-da, qolganlar bu asarlarni ko'rib turishgacha o'zi ustozi Mavlanjan bilan qizg'in parang'a tushib ketdi. Munirdin bilan Yusufjan chiqqan hujrining bulung tarafiga turg'izilgan javandagi ta'sirlik jurnal Janub Shamlining adabiyot betini varaqlab ko'rishga boshladi. Uningda Lutfulla tahrirligi bilan besilgan Nimshiyitning Farhat Shirin dastoni, Abdulla Rozining Leyli Mecnun sahnida nomli maqolasi ham Bilal Azizi bilan Abdulla Rozining bir muncha she'rlari bor edi. Yarim soatdan keyin Naburchik Turdevosiyon Janub Shamli adabiyot betining bir parcha signalini ko'tarib kirdida, uni Lutfullaning ko'rib berishiga topshirdi. Tazimo uttasiga kelibdi-da", dedi Lutfulla. Gazetning sarlavasiga qarab va gazetni darhol Bilal Azizning qo'liga sunib, "Mana buni avval o'zing bir qatim o'qib chiq, orqadan o'zing tahrirla. Naburchik og'inam signalni o'z qo'li bilan ilib mansun, chunki bu at tarqildigan yangisan", dedi. Hujradagi do'stlarning diqqati gazet betiga markazlashdi. Uningda Lutfullaning bahor haqida muvashsha sarlavalik she'ri tuzilgan edi. Uning ustiga bu muvashsha Bilal Azizning nomiga atalgan edi. She'rni hammaylar qo'ldan qo'lga elib ko'rishib, uning mazmuni bilan liriklik saviyasini yuqori baholashdi. "Tovarning baho narxi bak o'ri bo'lib ketmasin. Suyunchisiga pulim yo'q. Tuzitadigan fikrnilar qilinglar." Lutfullaning bu so'zdan hammaylar paraqada kulishib ketdi. "Sen berib", dedi Lutfulla Naburchik do'sti Turdiga. "Osmonga xabar qil, ikkinglar Dilbarning beg'idan Janan kishimishi nomli o'rikdan bir sivat akilinglar." Naburchik Turdevosiyon chiqib ketgandan keyin, "Bugun biznikiga kelsak bo'lmamdi", dedi Munirdin. "Yo'q, jim o'tiring. Bugun meni baholaysizlar, ata sizni", dedi Lutfulla. "Mening yoza asrim bo'lmisichu? Muzik chala olaysiz. Dasturxoningizmi kengri? Hammadan dasturxoningizni baholaymiz-da." Lutfullaning bu so'zi ko'pchilikni yana bir kuldirib etdi. Ular bir tarafdan o'zaro qiziqchilik qilishib, yana bir tarafdan gazetning signal betini qadri qilib ko'rib,
bu she'rning 3 joyidan yetisizlikni tuzitishdi. Mana buni dadillik va olg'a besish deymiz. Mushundaq emgak haqiqiy meva beradi, dedi Lutfulla bundan xushal bo'lib. Lutfullaning so'zi tugishiga ulgurib turdi. Osman va Dilbar pakiz yuyilgan bir savat o'rikni ko'tarib kirib kelishdi. Bilal Azizi o'rnidan turib, Osman bilan qo'l siqishib ko'rishdi va uni tanishtirib, "Mana bu inimiz mening Xotanda ishlagan shoir og'inam Ahmad G'ofurning navri ukisi bo'ladi. O'zi oq ko'ngil, jasur bola", dedi. Lutfulla orqadan marhum yodigarning qizi 14 yoshli Dilbarni tanishtirdi. Dilbar shoirning taklifi bilan bultur kuz qizlar maktabida Lutfulladan yozib olgan ma'rifat lirikasini shunchalik jaronliq va xush ovoz o'qivatdiki, Abdulla Rozi uda 3 qitim taklif qilib, qayta o'qitdi. Har bir qitim o'qiganda Munirdan boshqa hammaylar bu qitim qizga ixtiyorsiz javob kelib, opirin o'qishdi. Oxirida Lutfulla uningga atab qo'ygan daftar qalamni berib, qizni uzitib qo'ydi. "Kech kirib ketdi", dedi Munirdan. "Amdi biz qaytaylik. At kechda mening hujramda bo'lamiz. Yakandan kelgan Shahobiddin nomli muzikant mehminim bor. Uningdan soz anglaysizlar. Uning ustiga Mehrixon bog' saylisiga chillab qo'ydi. Ata tushda hammamiz shu boqqa boramiz." Al oyog'i besiqqan chog'da mehmonlar hujradan tarqalib ketishdi. Lutfulla hujrasida tanho qoldi. U boya Urumchidan yangi kelgan ustozidan Urumchidagi nurg'un kishilarning ahvolini so'rashtirib o'tib, Gulbaharning ismini og'zidan chiqarib o'tishga tasdiq qilgan edi. Shunga hozir uning xiyoliga yana so'ygisi kirib, qalbini mahkam chirmib oldi. Gulbahardan hiligacha ya xat ya gap yo'q. Lutfulla bo'lsa uningga nurg'un xat yozdi. Javob kelmaganiga uni ichi tit bo'ladi. Buningda zodi nima sir bor? Ya qo'shavat qolgan Zulfiya orini buzdimi? Lutfulla o'yla taki tam suzgicha bu sirning tegiga yetolmay, oralni 2 soat uxlab, atsi o'rnidan turibla qo'lga qalam oldi va Gulbaharga yana bir parcha salom xat yozishga kirishdi. Uning ta'sirlik va uzun xati yarim soatcha vaqt ichida yozilib tugadi. U bu xatni yana bir qitim hayajon bilan o'qib chiqib, konvert ichiga qatlab silib turishiga hujrasining ishki qattiq chekildi. "Kim?" "Men." Bir qizning ovozi anglandi. Lutfulla darhol berib hujraning eshigini ochdi va qizni hujrasiga taklif qildi. Mehmon qiz udul berib, tam tuyidagi o'rindiqda o'ltirib, Lutfullaning hujrasidagi shira ustida turgan yozma originallarga bir qur nazar tashladi. U bugun xili chiroyli yasnab olgan bo'lsa-mu, lekin talatidan bir xil so'rinlik yig'ib turadi. Ikki ko'zining o'ltirib ketganidan qaraganda, qandaqdir bir xafalikdan kechicha uxlamaganligi sezilib turadi. U qo'rsoq ko'pkini chiqarib olish uchun Lutfullaga zarda qilib, "Bir dova qog'oz ichida yashaydi ekansiz. Kechgacha yezaveramsiz", dedi qiz ma'madonlik bilan. "Shoirning habisi yezish." Lutfulla uning topa-tani bilan qo'ygan savoliga to'p-to'g'ri javob berdi. Lekin qiz bu javob bilan to'xtamaydi. U yana ochiq kinoya bilan, "Bilavatman, hilmi bu yerda dam chiqarib ketyapsiz. Til tegib ketmasa yana", dedi. Lutfulla qizning bu so'ziga ancha e'ron qilmay o'tkazibdi. Lekin mehmon qiz bugun Lutfullani chekib beqish uchun kelgachga yana so'zlash uchun og'zini o'mallaydi. Bu qiz yaqindala ushtumtut aqsuga ungandan keyin Lutfullani qo'g'ilshidan bo'lib oldi. U hozir ma'lum bir o'rinda ishlaydi. Lutfulla bo'lsa uningdan o'zini qochirib yuradi. Qiz har kuni yotiqida yolg'iz zirikib, jupsiz kaptardek mast yuradi. U tun kechida uyida zirikkanidan xiyoliy birining qo'lini tutib tansa o'ynaydi-da, yotoq ichida xuddi tugman teshidek pirqirab ketadi. Go'yda udul tamdiki cho'ng aynakka qarab, o'zicha xushalligidan bir haza qaqoqlab kulib ketganini o'zimi sezolmay qoladi. U mushundoq kulib ketganida uning ovozi tam qo'shnilarga xuddi bir necha kishining ovozi qo'shilib anglangandek seziladi. "Aras", dedi u Lutfullaning diqqatini tortmoq bo'lib. "Unutib qolg'ili tas qoptiman. Siz 3-4 ketganda Tahir Zuhra operasini so'rab, Qari shahardan bir kishi kelibdi ekan. Sizni topolmay ketib qolgan bo'lsa kerak. Yana Yakan, Xotan, Qashqardanmi kishilar kelibdi-dek. Quliqingiz nima degan o'zini, ha?"
dedi shoir uningga. Bu ishlarni nereden alab yurisiz? Siz texmini qulqi pang deb chaqlamsiz? Men sizga yana alayda xatlarning kelayotganini obdan bilaman. Mehmon qiz birdan bilan ko'karimlik qilishga boshladi. Uning lavlari titrab, ko'kirib ketgan edi. "Qani, u qanday alayda xat ekan?" deb so'radi Lutfulla uningdan tamkinlik bilan. "Pa, texi siz mendan sir yo'shirmoqchimi? Yo'qsa, yo'shirdigan qanday sir bo'lsin deysiz?" "Yo'q, men toza obdan bilaman. Mendan qochib yurishingiz bu qiziq gap-ku. Mening siz bilan ne munosabatim bor edi? Men bu Urumchidan." Mehmon qiz so'zining oxirini bo'g'ziga yutib olib, deyolmay turib qoldi. Keyin, "Bo'ldi, qalan gapni bugun tushda Yeki makam Gulboston achamlarninkida so'zlashaylik. Bugun tushda sizni shu yerda saqlayman", dedi u. Mehmon qiz so'zini tugatib, ko'ngli g'ashlikda peshini qaqqan peti hujurdan chiqib ketdi. Lutfullaning uningga "Mening siz bilan nima munosabatim bor edi" degan so'zi tozimi ar kelgan bo'lsa kerak. "Savizdan xabari yo'q, guruch demyapti" degan maqol rost ekanda. Lutfulla mehmon qiz chiqib ketgandan keyin hujrasida yolg'iz qilib o'z-o'ziga so'zlaydi. Keyin u astoydil o'ylangandan keyin bugungi munozaraga sal qaramaslikning zo'rligini his qildi-da, "To'xta, qo'rqqan yerda jin bor degan maqolmi bekor bo'lmasa kerak. Ajaba mehmon qiz nimishqa o'z soyasini o'zi urkib yuridi? Uning tiyida bir jin o'yini bo'lishi mumkin", dedi. Yana o'z-o'ziga so'zlab, "Vaqt tush bo'lib qolay" degan edi. U ozroqla nashta qildi-da, Yekimninkiga bormay, o'dilla egarchi yessidiki Mehrixonning beg'iga yurib ketdi. 2. Do'lan daryosining ikki yoqasida mevalik bog'lar bir-biriga tutishib turdi. Bog' cho'rlarda egiz o'sgan chinar, sarva, suvadan, oqterak daraxtlarining egiz shoxlariga qo'nib, unlik sayrashayotgan ko'k to'lg'oq bulbulning bir xili. Bulbullarining xush nava ovozlari yiroqlarga anglanib kishiga huzur beg'ishlaydi. Lutfulla o'zi yolg'iz shahar sepilining g'arbiy timini aylanib yarim soat mang'andan keyin Mehrixonning beg'iga yetib keldi. Bog'ning to'rt atrofi qo'yib ozg'an aralarga qator tikilgan kumush yo'parmoqliq jigdilar bilan chitloqlar bo'lib, bog'ning ichida yong'oq, anjur, o'rik, shaptul, olma, anar qatorliq mevalar ratmu-rat o'stirilgan edi. Bo'libmi uzum barangi yenidan eqib o'tib turadigan eriq yoqsidagi rangarang gullar ko'zni qamashtirib, xushpuroq chechib turardi. Ayol bog'van chora bog'dagi gulchi mo'maydak gul o'stirishning mahiri edi. "Salom do'stlar", bog'ga kechikib borgan Lutfulla bog'ning o'ttirsidagi cho'ng bir tup yong'oq tuviga silingan gullik ta'limot va palar ustida o'ltirib, o'rik yigit paranga tushgan do'stlariga salom berdi. Lutfullaning do'stlari uning yetib kelganidan xushal bo'lishib, uni to'rga taklif qilishdi. "To'limo kechikib qoldingiz", dedi muzikant zavqi. "Siz yo'q, o'ltirishimizning fayziga ta'sir yetyotidi. Rahmat, zavqingizni muzlatib qo'ymay, obdanchilang, to'galar usuliga tushaverdi." Shoirning shanxosdan hammalar kulishib ketishdi. Muzikantning Muz Bilal Azizning to'ga degan laqami bor edi. Lutfulla chaqchaqda bir chalimda ikki paxtakni so'qish mahoratini ko'rsatdi-da, muzikant kulkiga zo'rlab o'tkazishdan boshqa iloj qila olmadi. Mehmonlar bo'lsa uzungacha kulishdan to'xtamadi. Yarkanlik dutarchi yigit Shahobiddinning o'rnidan turib, Lutfullaning oldiga kelib, tanishlik berib ko'rishishi ko'pchilikning kulkisini uzib qo'ydi. Lutfulla yarkanlik yigit bilan xili uzungacha qizg'in paranglashdi. "Inimiz Shahobiddin bilan biz yana uchrashib turamiz. Hozir biz uning dutar bilan naqshni anglasak", dedi Munirdan orqadan. Shahobiddin Munirdanning taklifini anglagan hamon dutarni qo'liga oldi-da, nurg'un klassik g'azallarga, Babur va Mavloni Abaydullah Lutfining tekstlariga naqsha etdi. Bu naqshlarning xili bir qismi Oqsuga yangi bo'lgani uchun ko'pchilikka intayin ta'sir qildi. Shahobiddinning chilish mahoratimi hammalarni hayron qoldirdi. Shahobiddin to'xtamay 2 soatga yaqin chalgandan keyin andin dutarni to'xtatdi. Aradagi dambilish paytida Lutfulla bog'ning bir chetida tortinib turayotgan Oqsu Darul Muallimining 3 nafar o'quvchisini ko'rib qoldi-da,
qo'l ishorati bilan ularni qishiga chaqirdi. O'quvchilar yetib kelgandan keyin Lutfulla ularni o'rikka taklif qildi. O'quvchilar ichidan Salih Niyoz tuz ko'ngil bo'lg'achqa legandagi o'rikni yeb ko'rib, "To'q ekan" dedi-da, bog'vanning kichik o'g'li Abluzni boshlab olib, bog'ning bir bo'lingida may bo'lib pishgan tatliq o'rikdan yengib bir savat o'rik yuyib akilib dasturxonga to'kdi. Lutfulla aka, hozir akelganimiz pishiq ham tatliq o'rik. Bayaqi legandikisi to'q ekan. Qani, mavi pishiqni yeyli, dedi o'quvchi Salih Niyoz. Ondan u yanchuqadan bir parcha gizitni ilib shoirga sundi. Lutfulla gizitning 4-betidagi shoir to'g'risida muvashsha mavzuliq o'zining ijodiyatiga nazar tashladi. Bu she'r shu betning bosh ustoniga besilgan edi. Bu she'ringizdagi, dedi o'quvchi Salih Niyoz. Alman talman ijod beg'inda meva pishmasin, elga g'ora bermaydigan sodiq bog'man bo'l degan misralarni qanday tushunamiz? O'quvchining savoli Lutfulla boshliq mehmonlarni kuldirib etdi. Lutfulla kulgisini to'xtatib bilib, "Mana to'ng'orning siri amdi ichildi. Aql idrokni mana mushundaq o'rinda ishlatish kerak. Buni tafakkur deb ataymiz", dedi. Lutfulla muvashshahni oldin bir qatim unlik o'qidi. "Yiroqdan so'zda shoir nazokat bulbuliga bo'ston bo'l, hatto kelgusi avlodlaring tilidimu doston bo'l. Alman talman ijod beg'inda meva pishmasin, elga g'ora bermaydigan sodiq bog'van bo'l. Shuhrat izdima shoir xolisa u o'zi kelsin, ijod mehnat maydonida botur palvon bo'l. Aram alma muqam bazmisida muqam aytmay, yiroq zamon ko'rgazmasiga san'atdan maydon bo'l. Sharaf shon unumlik ijodning har dam yo'ldishi, ilhom sanam san oshiq g'iribjon bo'l. Ölüm yok şair sana, şair zadi ölmeydu, elning büyük gevdisidiki sap kızıl kambul. Rişte bağlandı şairliktin yat adam idim, dedi halk tuygusi minin üçün canan bol. Şevket tapmaysan icadiyet bigida turmusan halis. Biz bu şiirimizde şair orunda bağvanni, oğa orunda gorni simol kıldık. Demek şair halkni zehirligiçi bolmay, xalqqa meva ozuq beradigan ustozdir. Xalqni tarbiyalovchi bog'vandir. Shoirlikning tub mohiyati ojizlarning dardiga darmon bo'lish, uning tabiati xushomaddan xoli bo'lish. Bu ikki fazilat shoirning tub xislati, deb izohladi Lutfulla. Lutfullaning bu ta'sirlik va ma'nilik izohlashdan qanoat hosil qilgan o'quvchilar bugungi bu xosiyatlik uchrashishdan ziyoda mamnun bo'lishdi ve şair bilen hoşlaşıp qaytıştı. "Qani yana birdam", dedi Naqshchi Yusufjon. "Guliston feyzini alayli." Yusufjonning taklifi bilan zavqi satarini qo'liga oldida Navoiy g'azallariga muqam muzikasini chalishga boshladi. Havoning sagishi bilan bilma, satarning ovozini anglab, ko'k to'lg'oq bulbuli taraf-tarafdan uchib kelib, mehmonlar o'ltirgan joydagi chinar va yong'oq darxi ustida mungluq sayrab ko'pchilikning diqqatini jalb qilib oldi. Bu chiroyli qushning cho'ngliqi bulbulchilik bo'lib, tumshiqi uzun, avarang, quyruqi inchga yeshil, paylari ko'kuch, ola bo'yin, ko'rinishi intayin go'zal edi. Ovozi boshqa bulbuldan unlik, ovoz o'zgarishi xilma-xil, odamlarga ejil, zimiston faslidan boshqa hamma vaqtlarda to'xtamay sayrab turadigan ishqiboz jonivor edi. Vatan ishqida qalbi gulxan bo'lib o'rtanayotgan shoir, qaynam o'rkishi, tabiat qushining bu mo'jiza xislatidan dili mujilgandek bo'lib, uning shoirona xiyoliga ajoyib o'tliq ilhomlar kelmoqda edi. U zavqining muzikasi to'xtishi bilan tangla qo'shiq o'qidi. "Bahar ishqida sen to'lg'oq, kecha kunduz bo'lib o'yg'oq, ki bulbul sayrasa 3 oy davomat sayra ko'k to'lg'oq. Baharning ishqida dardman, siningdek menmi bir dardman, bahar ishqida to'lg'oqdan bo'lamdu dard yana cho'ngroq." Lutfulla qo'shiqni aytib bo'lib pastga tushganda kun digar vaqti bo'lib qolgan edi. Bog'van Mehrixon mehmonlarning oldiga dasturxon silib osh keltirdi. Mehmonlar xushchaqchaq kulka ichida tamoq yeb bo'lishdi-da, go'gum vaqti bilan shaharga qaytishdi. Ular bog'ning oldi darvozasidan ko'chaga chiqayotganda, bog'ning orqa temining keyinda
g'ayri ichki ko'langa ko'rindi. Lekin uningga Bilal Azizdan boshqa hech kim pisand qilmay o'z yo'liga ketaverishdi. Qani amda aka Mo'ydin G'ojining rolini joriy qildirib, jirlab mangimiz. Mandalinni qo'lingizga Naqshchi Yusufjon mandalin mahiri Mo'ydin G'ojini chilishga taklif qildi. Ular Tangirtog' qo'shiqiga jirlab manganda Egarchi yezisi va Yangi bozor ko'chasida top odamlar uning naqsha muzikasiga mahliya bo'lib qarshib turishadi. Tangirtog'ning qorlari, daryo bo'yi bog'lari, saqaymaydi yarimning yurakdagi dog'lari. Tangirtog'dan tushgan suv eqib ketar tarimga, egiz uchqan qarlig'och salom degan yarimga. Bulbul sayrar saharda gulning ishqida bog'da, biz aytarmiz naqshini yarning ishqida dog'da. Ular ikki tarafı baraqsan daraxtlik yo'lda yerlab minib shaharning Xotan darvozasi yiniga borganda bir-biri bilan xo'shlashdi. Ularning bir bo'ligi Munirdinning oqshomgi lavziga binoan Udulla uning hujrasiga qaytib kelishdi. 3. Munirdinning hujrasida ular uzungacha Qora shahar daryosi bo'yidagi Echiltal ro'hi ustida parang qilishdi. Lekin dedi Bilal Azizi, bugun baqqa yig'ilganlar 30 dan ortiq, bizga bo'rimi, tulukmi aralashib yurmoqda. Şuna toplish faoliyat yurgizmasligimiz kerak. Bundan keyingi o'zaro munosabatda marhum shoir Ahmad G'ofurning navra inisi Osmonni aloqa qilib olsak degan fikrdaman. Chunki u jasur ham chidamli yigit. Men yanala dedi Munirdin. Yekimdan xudiksirayman. Uning bizga borgan siri sexiylik bilan yaqinlashib ketishi meni cho'nqur o'yga silyapti. Lutfulla arqadilla suhbat temasini bugun atiganda mehmon qiz bilan bo'lgan munozara mazmuniga yetkazdi. Qizning sirliq harakatini va yekim bilan qizning munosabatini bayon qildi. Demak, dedi Bilal Azizi, meningcha ana shu qiz bizning bo'ynimizga tashlanayotgan salma. Bu maraz tanabini uzib tashlashimiz kerak. Sana yiligacha top atar xo'jamdan xat yo'qmi? Bilal Azizi so'zining oxirida savol qo'yib Gulbahardan xat kelgan kelmaganligini so'radi. Yo'q, yiligacha gap so'z yo'q, dedi Lutfulla. Bultur yil oxirida, dedi Bilal Azizi ta'kidlab. Abdulla Davudni mehmon qilish atiqi bilan yekimning o'tkazgan ziyofati va mehmon qizning Urumchidan kelibla shu ziyofatning aziz mehmoni bo'lib qilishi meni cho'nqur o'yga solgan edi. Men yilmi shu ziyofatdan gumonlanaman. Bugun bog'chadan chiqishimizda bog'ning orqasida paydo bo'lgan sirliq kulangini hech kim ko'rolmay qoldi. Biz cho'qim sagak bo'lishimiz kerak. Suhbat oyoqlashgandan keyin Lutfulla do'stlari bilan xo'shlashib, yolg'iz o'z hujrasiga qaytib mandi. U gizitxona qorosiga kirganda yana qandaqdir bir qora ko'langa shipir qilibla bulung tarafga o'tib g'oyib bo'lib ketdi. Jin alvasidan unchalar urkib ketmaydigan qap yurak Lutfulla baxudak berib ishkini ichib hujrasiga kirdi va fanarni yoritdi. U ishik qisilchiqidan tapsiga tashlangan bir parcha pochta konvertni ko'rib qoldi-da, yugurib berib xatni oldi va oldirmay konvertning oldi keyniga sinchilab qaradi. Xat adresi Urumchi bo'lib, Gulbahardan deyilgan edi. U intayin xushal bo'lib, konvertni yirtib xatni o'qishga boshladi. Shu topda u vujudiga o't tutishib, yurak tomirlari birdilla qizib ketgandek his qiladi. Xatni o'qib, qoq o'tirsa kelganda, uning o'tda qizib turgan badani birdilla sovishga boshladi. Kang peshonasida muzdak ter tomchilari paydo bo'ldi. U o'zining ko'ziga ishonmagandek xatni qayta o'qig'ili turdi. 3-4 qatim o'qib chiqdi. Biroq yanala shu xat, yana shu pochirka, yanala bir mazmun edi. Bundan burunqi 3 parcha xatimda sizga bo'lgan chin muhabbatimni, tartayotgan ahvozarimni izhor qilgan edim. Sizdan javob bo'lmadi. Bu mening yurak azobimni og'irlashtiribdi. Uning ustiga janubdan kelayotgan so'z cho'chaklar yara ustiga tuz sepgandek bo'lib, meni texmo qattiq azoblamoqda. Birining ig'izidan Gulpiya, birining xetidan Zulpiya. Shundoq bo'lsa, maylingizcha bo'lsin. Menga bir buyruq aytar. Bu xatning mazmuni Lutfullaning yuragini bir daqiqa ichida pari qilib etdi. U shira yiniga kelib, o'rindiqda o'ltirib, xili uzungacha xiyol surdi.
va yana o'rnidan turib ketdi. U o'z-o'ziga savol qo'yib dedi: "Bu nima gap? Nimishqa uning 3 parcha xati menga tegmaydi? Nimishqa mening yozgan xatlarimdan birimi uning qo'liga tegmaydi? Zodi bu nimsir?" Shoir gahi o'ltirib, gahi uy ichida u yoqqa bu yoqqa minib yurib, ana shu bir xiyol ustida takror o'ylanadi. Tun yerim bo'lganda u karvat ustiga berib, kiyim-kechaklari bilan so'zilib yetibmi baxti, lekin zinhor uyqusi kelmadi. U yana ko'zini yumishqa imkoniyat izlab chiroqni o'chirdi, lekin to'lin oyning sholasi dariza aynikidan uy ichiga aks nur berib, uyning ichini panar yo'rotgandekla yo'q-yo'roq qilib turardi. Shoir chiroqni qayta yo'rotib, hujra eshigini taqadida sirtqa chiqib uzungacha aylandi. Atrof jimjit, havo ochiq va salqin edi. Osmondagi to'lin oy g'arbga sal qaysaygan, oyning yo'rug'ida langar ko'chasidagi dal-daraxtlarning yeşil ko'pirmoqlari, ko'cha orqasidagi bog' mevalarining egilib turgan shoxlari ko'zga aniq ko'rinib turardi. Bu kecha olam bo'shlig'ida chaqnab turgan yulduzlar boshqa har qanday kechidagidan ko'p ko'rinardi. Bu emir-chimir yulduzlarning sholasi qo'shilib, oyning yerga chechilayotgan nurini texmi kuchaytgan edi. Lekin muhabbat shami vabosizlik bilan o'chirilganda olam uningga yanada qop-qorong'u ko'rinardi. Lutfulla gazitxona darvozasidan chiqqandan keyin o'ng tarafga burilib, Koni shaharga boradigan yo'l eg'izidagi cho'ng langar ko'rikka qarab mandi. Uyqu muhabbatsizning, bekorchilik o'rinning, dedi u. Yo'lda ketib, o'zini o'zi ruhlantirib, u ko'rik ustiga borganda, ko'rikning so'l tarafidagi bajgirning xurosidan tang suzilishdan xabar berib qichqirishga boshlagan xo'rozning ovozi anglandi. Bajgirning yo'lovchilar ustidan nazorat qilish uchun baqqa bog'liqdagi timu tangla qavashqa boshladi. Dal shu chog'da shimoldagi Bo'zdong tarafda tog' orqasidan bir parcha qora bulut paydo bo'lib, shu atrofdagi yulduzlarning yuzini to'sib olgan edi. Shahardagi navoiylarning atiganlik to'nirga ulgurtish uchun Qizil va Yorbishi tarafdan yo'lg'un besib kelayotgan bir muncha yor-yor harbilarning g'ichirlashlari anglanib turardi. Shoir asta orqasiga burilib minib, hujrasiga qaytib keldida, qo'liga qalam olib o'zini butun bir kecha uxlatmagan Gulbaharning xatiga javob yozmoqchi bo'ldi. U yozishni boshlashdan burun Gulbaharning xatini yana bir qatim o'qib chiqdi. Uning ko'ngliga gumon tushdi. Akşam xatni qo'liga olganda, yuragi hayajon ichida tiz-tilib, qalbidagi muhabbat yalqinlari uni tamtirtib qo'ygan edi. Endi uning qalbidagi hayajon tadrijiy pastkorga tushishga boshladi. "Yo'q, to'xta", dedi u, aql idrokini qayta ishga silib. Gulbaharning menga yozgan 3 parcha xati va mening yozgan shuncha ko'p xatlarim zodina ketdi. Demak, buningda bir sir bor. Tegida bir o'yin bor. Lutfullani endi mushu o'y paraz band qilib oldi-da, oxirida bir qarorga kelib dedi: "Mehmon qiz yana qanday karomatlarni va yana qanday sehr o'yinni ko'rstarkina?" Demak, Urumchidan uning Oqsuga g'ippida paydo bo'lishi va 11-nomerlik uydagi ziyofatning o'tkazilishi bekor emas ekanda. 12-bob tugadi.